Do'stim, yaxshimisiz? Rahmat. Ro'zalar bilan qiynalmayapsizmi? Xudoga shukr, o'zingiz qiynalmayapsizmi? Rahmat. Qorni och qolib ketdi. Bir ovqatlanib olmaymizmi? Shunday iftorlik qilaylik bitta ketdik. Qani, bugun kimni go'shini yeymiz? Xudo xohlasa, ana do'stimiz Sayfi bor-ku. Sayfiddin, rosa o'zidan ketib qoldi. 1-2 so'm pul topib. Kecha ko'rdingizmi? 10x optida bizga qaramay o'tib ketdi, bir signal berib. Yuradi, bir zamonlar oldimizga kelib assalomu alaykum deb. Ana shunday. Lekin men buni bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamadim. Halol ishlamayapti. Halol ishlaganda bunaqangi pul topa olmasdi u bola. To'g'ri. Halol ishlaganda borku, ota-onasini ham hajga jo'nata olmasdi. Bu hamma narsa haromda. Meni qornim to'yib ketdi, do'stim. Cho'ta meniki ham bo'lmayapti. Bir kishi yo'q vaqt u haqida gap gapirishlik bu g'iybat deyiladi. Bir kishini g'iybat qilishlik o'sha insonni go'shini yeyishlik deyiladi. Sizchi iftorlikka nima yeyapsiz?